Rossiyalik fashistning qurboni Qobiljon Tojikistonda dafn etildi. Marhumning oila a'zolariga va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Ushbu fashizmni uyushtirgan insonga o'lim jazosi hukm qilinishini Rossiyadan talab qilamiz deganlar video ostiga like bossin. Chunki tojikistonlik yigitlar rossiyaliklarga hujum qilgan vaqtida qurbon qilgan insonlarning evaziga ularga o'lim jazosi qo'llanilgan edi. Shunday adolatni talab qilayotgan Rossiyadan ham o'zining fuqarosiga shunday qonuniy chora ko'rishini talab qilamiz. Moskva yaqinidagi maktabda o'ldirilgan 4-sinf o'quvchisining jasadi Tojikistonga yuborildi. 10 yoshar marhum Qobiljonning otasi bir necha yil oldin vafot etgan. Bolaning ortidan u bilan bir sinfda o'qigan akasi qoldi. Oila do'stlarining aytishicha, bolaning onasi namunali ayol bo'lib, u hujum sodir bo'lgan 2 posyolkasidagi Uspenskiy maktabida 4 yil davomida farrosh bo'lib ishlagan. Odesova shahri okrugidagi maktabga qilingan hujumda 10 yoshli bola va qo'riqchi yaralangan. Marhumning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.